Sergeli tumani Bobur mahallaga kelganmiz. Orqamizdagi ko'chadan to'g'ri chiqadigan bo'lsak, mashina bozorga chiqamiz. 2 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan orqamizdagi uyi bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Video davomida men narxini ham aytaman. Ketdi. Uyimizdagi kiraverish hovlimizda bo'ladi. Bu yerda bitta mashina qo'yish uchun joy yetarli. U yerda rakvinalar ham qilingan. Endi marhamat, ko'ringlar, 2 qavatli bino plus buni yerto'lasi ham bor ekan, bitta xona yerto'la qilingan. Xo'p, qaranglar, bu yoqdagi eshikdan kirganimizda bizani bitta oshxona kutib oladi va oshxona orqali biz uyimizdan yerto'lasiga tushsak bo'ladi. U yoqdan ham foydalanishimiz mumkin. Endi binoga asosiy kiraverish eshigidan kiramiz. Ketdi. Uyga kirib kelish yo'lini ko'rasizlar. O'ng taraf, chap taraf to'g'ridan xonalarga bo'lingan. Endi chap tarafdan birinchi ko'ringlar. Mana bu bizani birinchi xonamiz. Buni endi mehmonxona qilib foydalansa bo'ladi. Buni yonidan oshxonaga kirsak bo'ladi. Oshxonaga boya aytdim, tashqaridan ham kirsak bo'ladi. Endi uyga kirganimizda o'ng tarafdagi xonani ko'ramiz. Bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zining ichida yuvinish xonasi ham bor. Birinchi qavatimiz uchun bu zinani oldida kattagina keng yuvinish xonasi, hojatxonalari bo'lsa, buni yonida yana bitta xona bor ekan. Buni garderob qilib foydalansa bo'ladi. Endi tepaga chiqamiz, ketdi. Birinchi qavatimizda 2 ta xona oshxona bo'lsa, ikkinchi qavatimizda 3 ta xona bor. Zinadan chiqqanda chap tarafdagi xonani ko'ramiz. Bu kattagina keng yotoqxona. O'zini u yoq burchagida garderobi ham bor. Bu yoqdan kichkina bo'lsa ham balkon qoldirib ketilgan va to'g'ridan bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rsak, buni yonginasidan oxirgi mana bu ikkinchi qavatdagi 3-xonamiz. Va ikkinchi qavatimizda umumiy yuvinish xonasi, bu tarafda hojatxonalarni ko'rasizlar. Mana bu yoqqa ham qanaqadir garderob yasab olsak bo'ladi. Akalarimiz bu uyni 140 ming, 150 ming mo'ljal qilishayotgan ekan. Bizani obunachilar uchun 129.900 ga ko'ndirdim. Ja unaqa ko'p o'tib berishmaydi. Pastda quruvchilar nomerini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.